Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Nazokat. Men hozir Amerikada turyapman. Bugun 2018-yil 9-oyning 21-kuni. Bugungi bu video orqali men 2018-yil 3-oyning 4-kuni G'ulji shahardan dadam va dadamning bir necha tuqqanlarninki tutqun qilganligi va hozirgacha qo'yib berilmaganligi, ba'zilarininki atalmish Xitoyning tarbiyalash markazi deb atalgan joylarga sulab qo'yganligi va ba'zilarininki turmalarga tashlanganligi ustidan guvohlik bermoqchiman. Bu rasmdagi kishi mening dadam Shavkat Zokir. Bu yil 50 yoshga kirgan bo'lib, tijorat bilan shug'ullanadi. Bir umr chet elga chiqib boqmagan, chet elga chiqishga urinib boqmagan. Faqat tijorat qilib, oilasini qamdayotgan bir oddiy sodda kishi edi. 3-oyning 4-kuni kechada tutib ketibdi deb angladim. Undan boshqa bu rasmdagi shikaylan, rasmdagi ayol kishi bo'lsa, dadamninki hadisi Shodiya Zokir, yo'ldoshi Turag'un Jo'rbay. Bu shikaylanmi G'ulji shaharininki Ili daryo bo'yi tarafda bir tok ishlab chiqargan stansiya bor. Shu yerda 30 yil xizmat ishlagan. Pensiyaga chiqqandan yog'i, ya'ni 2016-yildan keyin 2 qatam qizni ko'rib kelish sababli chet elga 2 qatam chiqqan va ketgandan yog'i Xitoyning nurg'ulg'an besimlarga uchragan va 5 yil 3-oyning 4-kuni tutilgan. 5 yillik 2 oy tarbiyalashga opirib sulab qo'yibdi deb angladik. Keyin ma'lum birsiniki deb berishichi bilan 5-oyning 1-kuni turmaga opirib sulabdi. Hozirga qadar bularning qaysi turmada, qayerda yashayotganini beshiq bir ish keldimi, nima ish bo'ldi, bundan qat'iy xabarimiz yo'q. Undan boshqa hozir gapini qilib o'tib ketgan shikaylanninki yolg'iz o'g'li Ilyar Turag'un, bu mening navrakam bo'ldi. Bu yoq 3-oyning 4-kuni tutilgan. O'qish bitirib kelgandan yog'i xizmat topolmay, bu tijoratga shug'ullanishga boshlagan va turmush qurib 2 bolasi bor edi. Shu kuni tutilib ketdi. Bu akamni tarbiyalash markaziga deb angladim. Undan boshqa bu rasmdagi 22 yoshli bola Shafqat Rafqat. Bu mening navrinim bo'lib, dadamninki inisining o'g'li bo'ladi. Bu navrinimmi nihoyatda tirishib ishlab, maktab bitagandan yog'i tirishib ishlab, turmush qurmoq uchun tijorat qilib, uy elib, mashina elib, ota-onasiga yordam qilib degandek shundoq bir yashayotgan mezgilda tutib ketibdi deb angladik. Bu inimmi tarbiyalash markazida ekan. 5-oydan keyin bulardan qat'iy xabarimiz yo'q. Undan boshqa bu rasmdagi dadamninki akasining ayoli Minavar Tursun. Bu odamimiz 50 yosh atrofida bor bo'lib, G'ulji shaharidan 2017-yil 11-oyda bir tutilibdi. O'tirliqda qo'yib beribdi deb angladik. 15 kundan 20 kungacha oraliqda qo'yib berib, ya'ni 2018-yil 2-oyning 6-kuni qayta tutilibdi deb angladik. Undan keyin bu hadashdan qat'iy xabarimiz yo'q. Qayerda tarbiyalash markazida turmidimi yashayotganimda beshig'lim keldi. Bundan qat'iy xabarim yo'q. Ham o'zininki o'g'illari, qizlari yo'ldoshi xabar olmayotdi. Bu adamizga Xitoy o'zi mushukkamgacha pasport bermadi. Sening yo'ldoshing 4 balan chet elda ekan deb pasport bermadi. Shunlashqa bular 12 yilning yog'i jam bo'lanmadi. Undan boshqa dadamninki navri tuqqanlardan 3 kishininki ularning orasidagi biraylarninki o'g'lini Misrda o'qitganligi va Xitoyning besim orqali u bolani qaytirib kelganligi 5-oy mezgillarida shu qaytirib kelganligi, shundan keyin shu qaytirib kelgan bolani, shu bolaning dadasining akasini, dadasining enisini bir jamiyatdagi 3 o'g'ilning tutib ketilganligini va ularning turmaga tashlanganligidan xabar topdik. Ularmi nada, qayerda, onundan qat'iy xabarimiz yo'q. Aloqaning uzilib qolganligi sababidan biladiganimiz shunchalik. Shunga men bugungi bu video orqali bularning hozirgacha qo'yib berilmaganligi, ba'zilarining uning ichida nihoyat og'ir kasal bo'lib ketganligi, o'ruqlab ketganligini angladik. Shunga guvohlik berish uchun bu videoga chiqib qoldim. Hammalarga rahmat, omonat bo'ling.